Zilon qaranglar, mana shunaqa mebel texnikasi bilan hovli qarayotgan bo'lsangiz, bitta zo'r variant chiqyapti. Uyga ortiqcha maqtamayman, rostini aytaman, realni akamlar uyi zo'r qurgan ekanlar. Shunaqa chiroyli chiqqan, sifatli hovli, mahallasi ham zo'r, katta ko'chadan taxminan 200-300 metr kirganda Hojota masjidga yetmasdan chap qo'ldagi mahallada bo'ladi. Mana yo'lini qaranglar, kengligini. Juda ham chiroyli uy, ko'ngilga o'tiradigan hovlilardan bittasi deyiladi. Uyimizda 3 ta kiradigan eshik bor. Bu birinchisi. Hovlini qaranglar, kengligini. Ziloni zona havosi shunaqa toza. Xo'p, zo'r. Bu yoqda qaranglar, yozgi oshxona qilingan, o'tiradigan joylar, bu yoqda sanuzul tashalgan. Mana ikkinchi kiradigan eshik va uchinchisi oshxonadan kirib chiqadigan eshik qilingan. Juda ham chiroyli, sifatli mebellari bilan sotilayotgan hovlimizda narxi ham zo'r. Kelib живой ko'rsanglar, menimcha sirazi sizlarga yoqib qoladi deb o'ylayman. Shu atrofdan uy qarayotgan bo'lsangiz, mana shu uyni men sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, kelib ko'p kuttirmasdan sizlar bilan ichkarini ko'rib ketamiz. Kiraverishdagi hovli qaranglar. Uyimizda shunaqa yarki, приятный bo'lib turibdi. Ikkinchi kirish eshigi. Mягкий zona qilingan, maza qilib oila davrada o'tiradigan joy. Davaychi oshxonadan boshlaymiz obzorni. Qaranglar, mebellari, texnikalari tayyor. Bu yoqda ham stol qilganlar. Zo'r. Uyga gap bo'lishi mumkin emas. Gilamlar ham yozib qo'yganlar. Shunaqa chiroyli gilamlar, chiroyli mebellar qilib qo'yganlar. Zal qismini ko'ramiz endi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizda topli pol, radiatorlar ham qo'yilgan. Elementar ham bunaqa dekorativniy gullar ham qo'yib qo'yganlar. Kartinalar. Shunda krasli ashyalar ortiqcha расходlar yo'q uyda. Zo'r. Xo'p, podval keladigan bo'lsak, podvalimizni где-то bir 50-60% podval qilingan. Garderob ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqda endi mana общий sanuzul birinchi darajali uchun dushovoylar qilingan. Bu yoqda suv, svet, gaz umuman muammo yo'q. Xo'p, bu bo'lsa birinchi darajali uchun spalniy xonamizda oynalar ko'chaga qaragan. Mebellari tayyor turibdi. Zo'r. Juda ham uyutli hovli. Xo'p, birinchi etajni ko'rdik. Ketdi sizlar bilan. Ikkinchi etajni ko'rib ketamiz. Chiqishda mana shunaqa oynali dekor qilingan, juda ham chiroyli turibdi. Zinalar ranglarini zo'r tanlabdilar. Mana lyustrani qaranglar. Xo'p, chiqishda ham katta hol qismi bor. Hozirda kamdan kam uchraydigan holat. Chiqishinglarda mana shunaqa mягкий zona qilingan va katta hol qismi. Tepani o'zida 5 ta xona bor ekan. Pastda 2 ta xona общий, o'shanda 7 ta xona bo'lyapti. Davaychi masjiddan boshlaymiz. Voy, bu yoqqa mebel qilganlar, qaranglar. Buni oynalari hovliga qaragan. Mebellari tayyor turibdi. Zo'r. Xo'p, keyingi xonamizda master spalni bo'lyapti. Kirishimizda o'zini sanuzuli bor, dushovoy qilingan va bu ham spalni. Mebellari zo'r qilingan. Shunda bittada obzor qilib beryapman. O'zim emotsiyamni aytib beryapman sizlarga. Pollarning ranglarini qaranglar. Chotga chiqqan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yoqda yana bitta spalni bo'lyapti. Buni xohlasanglar kabinet, mini zal qilsanglar ham bo'lar ekan. Zo'r. Menga lekin uyroq yoqdi. Sizlarga yoqdimi yo'qmi fikrlarni kommentariyada qoldirib ketinglar. Xo'p, bu yoqda o'rtada bitta общий sanuzul, ikkinchi darajali uchun va ikkita yonda xonalar bo'lyapti. Birinchi xona. Lekin umuman kichkina xona yo'q. Hammasi katta normal xonalar bo'lyapti. Mana oxirgi xonamiz. Endi общий 5 ta xona bo'ldi. Qilingan ishlar, ranglarga e'tibor bersa, juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, bitta, ikkita xona, 3 ta, 4 ta, 5 ta xona, katta hol qismi.
Uy zo'r. Menga juda ham yoqdi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. Hojotida joylashgan. Katta yo'ldan ozgina kirganda narxi va informatsiya hammasi opisaniyada bo'ladi. Bemalol telefon qilib, xudo xohlasa, любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hammamizga mana shunaqa chiroyli, yangi xonadonlar nasib qilsa, shu atrofdan hovli qidirayotgan tanishlarga albatta shu videoni jo'natib qo'yinglar. Bizdan kuzatishni davom etinglar. Mana shunaqa eksklyuzivniy, zo'r variantlarni taklif qilishda charchamaymiz.